og'izdan noxush hid kelishi va surunkali tanzilit haqidagi videomiz TikTok platformalarida ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi va buning yechimini ko'pchilik qidirayotgan ekan. Agar siz og'izdan keladigan noxush hid, surunkali tanzilit hamda yiringlik tiqin hisobiga deb o'ylasangiz, bu video aynan siz uchun. Avvalambor og'izdan keladigan noxush hid nima hisobiga ekanligini shifokorlar yordamida tekshirib ko'rish kerak. Oshqozondanmi, tishdanmi? Surunkali tanzilitni ikki xil klinik shakli bor: kompensiv hamda dekompensiv. Kompensiv shaklida simptomlar quyidagicha bo'ladi. Bodomchasimon bezlari bir yilda bir marta, ikki marta yallig'lanishi, yiringlashi mumkin. Og'izda noxush hid kelishi mumkin. Bodomchasimon bezida oq dog'li yiringlik tiqinlar paydo bo'lishi mumkin. Kompensiv shaklida yurakka, buyrakka, bo'g'imlarga asorat bermaydi va bodomchasimon bez infeksiyalarga qarshi kurashish faoliyatini saqlab qolgan bo'ladi. Shuning uchun bu shaklni konservativ davolash mumkin. Davo muolajasini qo'lga kiritish uchun mening Telegram kanalimga obuna bo'ling hamda u yerda davo muolajasi yozib qo'yilgan. Telegram silkamizni opisiyaniyada yozib qoldiramiz. Ikkinchi shakli dekompensiv shaklida bodomchasimon bezlari infeksiyalarga qarshi kurashmaydi, faoliyatini tugatgan bo'ladi. Aksincha bodomchasimon bezlar infeksiyaga to'la bir qop bo'ladi. Buyrakka, yurakka, bo'g'imlarga og'riq beradi, asorat beradi. Bir yilda 4 marta, 5 marta tomoq og'riydi, yiringlaydi, og'izdan badbo'y hidlar kelishni boshlaydi. Bu shaklni birgina usul, jarrohlik usuli bilan davolasa bo'ladi xolos. Bizning jamoamiz surunkali tanzilitni davolash yoki jarrohlik usuli bilan olib tashlash bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega hisoblanadi. Agarda sizda yuqorida sanab o'tgan belgilar, kasalliklar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling.